Nimaga faqat mayda ishda o'yishim kerak? Kecha men musori to'kdimmi? Bugun sen yuvasan. Polvonim, bugun nima ovqat? Jarko, Voy, mana men degan qizlardan shirindek qo'llaring. o'sha qizni olib keling, zahar qilsa ham yeyman. Aka, buncha ko'p cho'milasiz? Buningizni uylantiring, vannada cho'ki bo'ladi bu ketishida. Ikkita katta ho'kizlarim bor. Loqal musor to'kib keldimi deyaptilar. Bor endi qanot chiqarib musor to'kib keling. Hala qarab tur, vannadagi videoyini qizingga tashlayveraman. Shu bitta sening bo'lsa edi. Bo'lishini xohlaysanmi? Endi kecho. Akamni oldi, meni uylantiring. O'zingni eplolmayapsan-ku, xotinni eplaysanmi? 2006 yili shunaqa eplab qo'yadi, eplab bo'lmay qoladi. Va nihoyat uylanyapsiz, hamisha kelin qilar ekanda endi. Ama alohida chiqib ketolmanu. Bundan buyog'isi hamisha san qilasan. Tug'ildim-u, bo'g'ildim.